Bugun biz gaplashadigan sehr humul sehri, ya'ni ish yurishmasligi uchun qilinadigan sehr. Bu sehr ham ancha-muncha avj oldi. Ba'zi bir insonlarning o'xshagan ishi o'xshamay qolyapti. Qilgan bizneslari yoki bo'lmasam o'ylagan rejalari amalga oshmay qoladi. Albatta bunda sehrning ham ta'siri bor azizlar. O'sha ishi yurishmaslik sehrining belgilari, alomatlari: birinchi, yolg'iz o'zini sevishi; ikkinchi, butunlay bo'shashib ketish; uchinchi, doimiy jimlik; to'rtinchi, jamoatni, ya'ni ko'pchilikni xush ko'rmaslik; beshinchi, xotiraning pasayishi, ya'ni skleroz; oltinchi, to'xtovsiz tanadagi va boshdagi og'riqlar; yettinchi, jimlik va sukunatni va doimiy loqaydlikni yaxshi ko'rish, ya'ni doim jim bo'lib qoladi, sukut saqlab yuraveradi, doim bir beparvo, loqayd bo'lib yuraveradi. Bunda sehrgar sehr qilayotgan kishisiga bir jinni yuboradi. Jinni yuborayotib uni bosh miyasiga o'rnashib olib, uni bo'shashtirish va odamovi qilishga buyuradi. Sehrgarning jinini qanchalik kuchli yoki kuchsizligiga qarab, bu humul sehridagi sehr ham shu insonga shuncha ta'sir qiladi. Shunday ekan azizlar, ya'ni o'sha sehrga vakil qilingan jin kuchliroq bo'lsa, kuchliroq bo'ladi o'sha insondagi alomatlar. Kuchsizroq bo'lsa jin, alomatlari ham nima bo'ladi? Kuchsizroq belgi bo'ladi. O'shaning uchun ish yurishmaydigan insonlar birinchi o'rinda o'zinglarni tekshirtirib ko'ringlar. Haqiqiy ahli ilm, ruqya ilmini yaxshi biladigan roqiylarga murojaat qilib o'zinglarni ruqya qildirib ko'ringlar.